fermerlar va rahbar xodimlar. Mana biz bugun dalada nazorat ishlarini olib boryapmiz. Mana bu dalalarda hozir g'o'zalarning rivojlanishi juda yaxshi. Mana hozir g'o'zalar hosil elementlari shakllanib boshlagan. To'p soni ham juda yaxshi. Mana bu g'o'zalarda zarar kunanda hasharotlarga qarshi biomahsulot bilan ishlab o'tkazyapmiz. Mana g'o'zadagi shu kunlarda ildiz qurti, kursak qurtini kapalaklari, shira tripslarga qarshi oltin ko'z biomahsuloti va trixogramma bilan ishlab o'tkazyapmiz. Bu mahsulotlarning juda foydasi katta. Mana oltin ko'zning urug'larini tarqatyapmiz. Urug'lardan bir kun, 2 kunda lichinkalar ochib chiqib, mana shu g'o'zadagi zarar kunandalarning lichinkalarini, mana ildiz qurtining lichinkalarini, urug'larini yeydi. Mana qo'yadigan trixogrammalarimiz bu o'sha g'o'zadagi zarar kunandalarning urug'larini butunlay zararlab, g'o'zaga zarar kunandalarning ko'payishini oldini oladi. Biomahsulotning foydasi juda katta. Mana g'o'zadagi foydali hasharotlarni saqlab qolamiz. Mana shu tabiatni muhofaza qilamiz. İnsanın salomatligi uchun, mandala ishlayotgan ishchilarning salomatligi uchun juda yaxshi. Xinikatda ishlatganimizda bir kun, 2 kunda foydali hasharotlarni ham yo'qotib boramiz. Natijada g'o'zada zarar kunandalarning ko'payib ketishiga xavf tug'iladi.